Mana do'stlar, bizning qillar jangimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana o'yin bitta obzor qilamiz, keyin ukamnikiga o'tamiz. Mana o'yinda obzor. Bu yerda gullar, darchalar ekilgan. Bu yerda esa xo'jalik. Mana uyning ichi, mana uyimiz bunday. Qo'y, nima qilyapsan bitta? Nima bu? Mana qo'yni o'ldirdik. Mana bu yerda kichik laboratoriyacha, bu yerda yotoqxona, bu yerda oshxona. Faqat devor qilmadim. Endi esa ukamnikiga borib ko'ramiz. Qani ko'raylik-chi, qanaqa uy quribdi ekan. Portlasa buzilmaydigan narsalardan quribdi. Shuni qancha ko'rasiz? Mana Rossiyani bayrog'idek qilibdi. Bag'i esa O'zbekistonniki, yaxshi. Bag'ni tushunmadim. Taglari zo'r. Yotoqxonasi. Bu yerga qanaqa yotadi? Mana bu yerga o'tib tashlagan bo'ladi. Sandiqlari, pechka, musiqalari. Musiqalari, bu televizorxonasi. Trolleybus, televizor ko'rib. Bu yerda esa baseyni. Xo'p, kommentariyga yozinglar, kim g'olib bo'ldi bu o'yinda? Kimning uyi zo'rroq va chiroyliroq chiqdi? Kommentga yozinglar.